Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da ko'rishib turganimizdan nihoyatda shodmiz. Husniddin Sharipov bilan yozilayotgan ushbu ikkinchi sonli videomiz ham sizlarga manzur keladi degan umiddamiz, shundaymi? Bu galgi mavzumiz Husniddin Sharipov tilidan qo'ymay keladigan kuzat degan gap. Nima maslahat so'rasanglar, sen shunchaki kuzatgan bo'ldi deb turadi. Shu narsani izohlab ber. Assalomu alaykum barchaga. Assalomu alaykum Ahmad. Juda ham chuqur mavzu. Bu mavzuni men faqat juda ham ustiga ko'kda gapiraman bu gapni. Lekin Anvarga o'xshagan insonlar bu gapni tushunmaydi ko'pincha. Bu gapimni tushunishmaydi. Bu o'zi hammani oldida aytiladigan gap emas. Bu ko'pchilikdan sir tutilgan narsa aslida. Qaranglar, kuzatish, ya'ni bu bizning haqiqiy tabiatimiz olib qo'yilgan. Qaranglar, mana istalgan og'riq, istalgan u stress bo'ladi, istalgan holat. U sizlar bo'lmasanglar bo'lishi imkonsiz. Sizlar unga diqqatinglarni qaratmasanglar u bo'lishi imkonsiz. Ko'pchilik insonlar qanaqa bo'ladi? Mana qanaqadir og'riq bormi, qanaqadir stress bormi? U mana aql bor, programma. Mana aql degan programma bor. Mana unda cheksiz mana aqlni ishi mana cheksiz davom etadi. Nima? Vazifasi nima? Fikr keladi, chiqadi, yana keladi, yana chiqadi, yana keladi, yana chiqadi. Qatdan keladi? O'tmishda nimadir ko'rgan, nimadir eshitgan, nimadir his qilgan. Mana o'tmishdagi chizilgan rasmlaridan mana yana nima keladi, fikrlar keladi. O'tmishda ko'rgan narsalarni, his qilgan narsalarni bu yerda отпечаткалab qolganda miyada va aylanaveradi fikrlar ketma-ket. Mana bu proses cheksiz proses. Mana hamma narsa mana shu yerda bor. Ma'no, stress, qayg'u, og'riq, ana yaxshilik, yomonlik, mana shu hamma bular konsepsiya, bular haqiqat emas. Bular nomlar. Bu nomlar ham faqat mana shu yerdagina bor. Va insonlar juda chuqur yopishib olgan mana shu narsaga. Ya'ni bu ma'noni bo'lmaydi. Mana shu aqlni ko'pchilik mana ma'noni bo'lasiga. Lekin mana nega kuzat deyman? Siz qachonki mana aqlni shundoq aqldan uzoqlashib, diqqat o'laroq kuzatsangiz, ko'rasiz mana aqlli fikrlar o'zi aylanayotganligini, o'zi kelib o'zi ketayotganligini. Agar mana siz diqqatingiz bilan qaysidir fikrga yopish olmasangiz, u uzoq cho'zilmaydi. U qanaqadir og'riq bo'ladimi, stress bo'ladimi, istalgan narsa bo'lsin, u uzoqqa bora olmaydi. U o'tib ketadi. Qanday kelganda shunday o'tib ketadi. Mana muammo nimadir? Insonlar mani og'rig'im, mani fikrim, mani stressim, mani keldi bo'lishadi deb narsani. Ya'ni yoningizdan qandoq pechga o'tib ketyapti. Siz usha olasiz. Mani pechkam. Agar usha olmasangiz, o'tib ketadi bu fikrlar. O'tib ketadi. Insonlar muammosi mana shunda usha olishadi va qachon sovushini kutib o'tirishadi. Mana shunda yashashadi. Ular uchun o'tmish mavjud, kelajak mavjud, aql uchun. Lekin kuzatishni boshlasangiz, o'sha illyuziya sinishni boshlaydi, erishishni boshlaydi. Ko'rasiz hozirdan boshlash narsa yo'qligini. Mana hozir qani o'tmish, qani kelajak. Hech narsa yo'q, faqat hozir bor. Mana kuzat deganim sabab shu, kuzatishni boshlasangiz siz hamma narsa, o'zingiz xatti-harakatlaringizni, aylanayotgan fikrlarni, bo'layotgan voqealarni, insonlarni kuzatishni boshlasangiz, bu narsani ko'rishni boshlaysiz. O'tmishda yashasangiz, siz buni ko'ra olmaysiz. Kelajakda yashasangiz, siz bundan uzoqsiz. Agar siz hozirni
tavsifida yashasangiz, ya'ni unga nom berib, qanaqadir nom o'sha hozir nomlash o'laroq yashasangiz, baribir uzoq bo'larsiz. Chunki nom o'laroq u keyin mana qanaqa nomlar kelib chiqqan. Savol sizga. Nom qanaqa paydo bo'lgan? Masalan, quyosh. Mana quyosh degan, bu quyosh emas o'zi. Oddiy so'z. Q u y oshi. 5 ta harfdan iborat bo'lgan oddiy so'z. To'g'rimi? Shunday. Qanaqa paydo bo'lgan? Quyosh birinchimi yoki quyosh degan so'z birinchimi? Quyosh o'zi birinchi. Quyoshning o'zi mana osmonda turgan narsa birinchi. Mana inson aqli u narsani haqiqatini tushunmasdan, unda nimaligini bilmasdan, unga quyosh deb nom bergan. Nom bergan, lekin nom haqiqat emas. Va mana qanaqadir hayotda hodisalar bo'lgan, ular nom berishgan, ular aytishgan. Bu qayg'u, bu stress, bu yomon, bu yaxshi, lekin mana aytolmanku, nomlar bular ikkinchi, mana hodisani o'zi birinchi, nomlardan ozod ular. Hech qanaqa nomga muhtoj emas. Mana sizlarni og'rig'ini shunda, sizlar nom berasizlar. Nom berib qo'yasizlar. O'tgan hodisalarga. Lekin ular nomdan tashqari Qandoq qilib nom og'irlik qilishi mumkin? qaraman, tug'ilganingizda Nomsiz edi. oppoq listik, Oppoq badan. oppoq, mana bu yoqda hech narsa yo'q edi, hech narsa kirmagan edi. Bir parcha go'sht edi. Qara, tug'ilganda mana chaqaloq, ha? U ham ko'radi, u ham eshitadi. Vaqt kelib u ham gapiradi. Mana o'zi bo'ladi bu narsa. Lekin mana o'sha tug'ilgan paytingda atrofdagilar seni Anvar nomlashni boshlashdi. Nom berishni boshlashdi va yana atrof muhitindagilar nima deyishi, nima gapirishi, qaysi tilda gapirishni san tanlaganmisan? Yo'q. U qanaqa gapirmagan, atrof muhitindagilar nima deyishi. San xuddi mana aql bu o'zini fleshga o'xshab atrof muhitda informatsiya yozyapti, hayotni o'rganyapti. Mana aql vazifasi bu, lekin sen bilmassan, insonlarning muammosi aytolman. Ular aql nima deb o'ylashadi, mana aqlni tabiatiga nujdatsang, mana tanani paydo bo'lganini kuzatsang, aqlni ko'rasan, прекрасный o'zini bilyapti. Mana qanaqa misol keltirsam ekan? Mana o'sha aytganimdek, fleshkaga o'xshab yozayotganingda, mana atrof muhitingdagilar qaysidir hodisani, misol quyoshni ko'rsatib, uni quyosh deyishdi, lekin quyosh emas aslida. Ya'ni nomlanish bu prosta qo'yib qo'yilayotgan narsa bo'ladi-da, misol uchun quyoshdan boshqa Luka Mejiga nom qo'yib qo'ysam, bo'ladi, lekin Lukalarni qarang, quyosh qanday paydo bo'lgan? Bitta insonlar o'zaro kelishib, mana O'zbekistonda, o'zbek tilida bu quyosh degan. Inglizga borib quyosh desa hech narsani tushunmaydi, bilmaydi nimaligini. Mana o'zbeklar mana bizga bir inson kelib, birinchi bu narsani quyosh deb nomlaymiz degan. Keyin atrofdagilar mana quyosh deb aytgan odamlar ham mayli, endi buni quyosh deb nomlaymiz deyishgan. Keyin bo'ldi mana quyosh. Lekin aslida bu narsa o'zi so'zdan oldin bor edi. Bu narsa nimaligini hech kim bilmaydi. Xuddi shunaqa mana istalgan narsa. Bu narsa tana deb nomlanmaydi. Chunki tana ham unga berilgan nom, bu narsani haqiqatan hech kim nimaligini bilmaydi. Mana vaqt, o'tmish, kelajak buni ham nomlar. Mana bu nomlar xuddi bulut kabi haqiqatni to'sib turadi. Bulut kabi nomlar kelganda shunaqa haqiqatni to'sib qo'ygan insonlar ko'rolmaydi bu narsani. Ko'zlarini xuddi mana shunaqa to'sib qolishgan so'zlar orqali. Lekin aslida
qaysi nom haqiqat emas. Buni mana aql bilan tushunish imkonsiz. Chunki u shunday yashaydi. Uni vazifasi shu. Buni qanaqa tushunasiz? Mana hozir meni eshityapsizmi? Siz mana aqlingizga mana necha yoshdasiz? 20, 30, 40, 50. Mana necha yillik tajriba bor, necha yillik bilim bor aqlingizda. O'shani hozir bir minutga chekkiroqqa qo'yib, mana bu gap boshida aytish kerak. Ana chekkiroqqa qo'yib turib, xuddi mana oyoq kiyim deb olsangiz aqlingizni bu podkast ko'rish uchun oyoq kiyimingizni yechib turib kuzatishingiz kerak. Ya'ni aqlingizni chekkiroqqa qo'yib turishingiz kerak. Keyin bemalol olasiz. Keyin bemalol olsangiz bo'ladi. Mana gaplarni tushunarli bo'lishi uchun sizga bor diqqatingiz bilan shu yerda bo'lishingiz kerak. Ya'ni o'zingizni ham kuzatishingiz kerak. Nimadir gap gapiryapmanmi? Puf. Siz aqlingizga to'g'ri kelmayapti. Aqlingizdagi bilimlar puf boshlaydi u. Bu gap aytgani yolg'on, bu nima deyotganini bilmaydi. Mana shunaqa fikrlar aylanishi mumkin. Aqlda. Buni ham kuzating. Qayerdan kelyapti bu fikrlar? Manmanmi bu fikrlar? Qanaqa? Mana keyingi fikr qanaqa unda? Mana keyingi fikrni kuzatsangiz, keyingi fikringiz noma'lum. Mana keyingi fikr aniq mana. Aniq bo'lgandan keyin u hozirgi fikrga keladi. Mana hozirgi fikr aniq bo'lib turganda keyingisida ham noma'lum. Yana qanaqadir fikr mana keladi mana fikr. Sizni qo'lingiz rengizga kiradi. Bo'ldi. U ko'rinyapti. U aniq. Bu mani fikrim, mana hozirgi fikrim. Mana shu payt keyingi fikr noma'lum. Doim shunaqa bo'lgan. Yana u ham keladi, u ham aniq bo'ladi. Shu payt keyingisi yana noma'lum. Mana itak bezgani ishlar. Shunaqa cheksiz. Istalgan fikr mana kuzatsangiz mana aytganim bu jarayonlarni, bu proseslarni hammasini kuzatsangiz ozod bo'lasiz istalgan narsada. Undan keyin mana og'riq, yaxshi, yomon, baxt hech narsa qolmaydi. Sen bilgan hech qaysi tushunchalar qolmaydi. So'ng kuzatib ularga reaksiya bermasang qaytanga battar og'irlashib ketmaysanmi? Qarang, san to'g'ringda g'iybat qilishyapti, yomon gaplar gapirishyapti, bu narsani kuzatganingdan tabiiyki o'zingga qabul qilasan. Men o'zim ichiga olib qo'yaman bu narsani. Sen unga qarshi atlet bermasang yoki o'zingni oqlamasang, yengillashmaysan-da, qaytanga battar og'irlashib ketmaysanmi? Mana, zo'r. Ajoyib savol. Ajoyib savol. Ikkita javob. Ikkita yoki bir nechta javob beraman hozir. Mana birinchidan seni aqlingda g'iybat degan tushuncha bor, konsepsiya bor. Misol, nimani g'iybat deb nomlashadi? Boshqalarning gapirishi. Yo'q, qanaqa? Mana hozir bilan gaplashyapmiz. Bo'ldi. Qanaqadir tovushlar chiqyapti. Mana общий planda kuzat nima bo'layotgan? Общий planda ikkita taraf o'tiribdi. Qanaqadir tovushlar chiqyapti. Shunaqa. Qanaqadir tovushlar chiqsa mana Mavtog'im bilan gaplashyapman deyiladi. Shunaqa nomlashadi. Shunaqa. Suhbat. Qarab, dialog quramiz, suhbat quramiz, podkast yozamiz deb nomlashadi. Va qaysidir boshqa insonlar o'zaro mana ikkita tana o'tirib har xil tovushlar chiqarsa, uni g'iybat qotib deb nomlashadi. Yana qanaqadir aniq qilsa, u bular biznes haqida gaplashyapti deyishadi. Lekin mana общий planda hech narsa o'zgarayotganda yo'q, hamma bir xil ish qilyapti. Ko'rsanmi, общий planda hech narsa o'zgarmayapti. Ikkita tana o'tirib, faqat bir qanaqadir tovushlar beryapti bir-biriga. Lekin mana sen aqling, mana aqlda yashash azobi shundada. Unda konsepsiyalar bor-da. Ha. Mana u mana masoxistlarga o'xshaydi. Masoxist bo'lasanmi? Yo'q. Masoxistlar o'zini o'zi qiynab masoxlar qiladi. Mana aqlda konsepsiya bor. U boshqacha bo'lmaydi chunki. Mana sen aql masoxini tushunganingda ozod bo'lasan. Aql vazifasi shunday. Mana aql vazifasi ishlamaslik bormi? Yo'q. Aql mana unga har xil bilimlar yozilgan-ku, tushunasizmi? U fleshga tushunasizmi? Shunaqa. Yoshligingda bilimlar yozilgan, sen ham borasan. Shunaqa. Sen erkaksan, sen bilan qilishing kerak emas, sen bilan qilishing kerak emas. Sen erkak bo'lib bushdan qilishing kerak, sen gaplashishing kerak emas. Sen ojizligingni ko'rsatishing kerak emas. Har xil rollar yozishgan, tushunasizmi? Aqlingga rol yozishgan. Xuddi bu program
programmalashtirilgan robotga o'xshaydi. U boshqacha qila olmaydi, aytmoqsan. Atrofimiz programmalashtirib beradi, deb o'ylayman. Tushunasizmi? Atrofimiz teng programmalashtiradi. Undan buni olsam, undan buni oladi, aql. Har xil narsalar yozadi. Yaxshi, yomon degan tushunchalarni yozadi. Tushunasizmi? Keyin boshqacha harakat qila olmaydi. Boshqacha yoza olmaydi u. Zo'r. Mana qarang. Shunaqa holat bo'ldimi? Bo'ldi, puf. Rul o'raloq bo'ladi. Ko'rsam, sen misol yaxshi odamsan, bu seni xizmat qilishlar kerak emas. Tushunasan? Mana fikr. Qaysidir insonlar o'zaro seni yomonlashsa, ketdi. Sen man yaxshiman degan fikr o'laroq bo'lasan. Tushunasan? Fikr o'laroq bo'lasan, bu senga noqulaylik tug'diradi, aqlingga. Aqlingga noqulaylik tug'diradi. Nega? Chunki sen yaxshi odamsan, mana shu fikrlar bor. Men yaxshi odamman, ular meni g'iybat qilish kerak emas-ku. Ular meni haqimda gapirish kerak emas-ku, ular meni yomonlash kerak emas-ku. Ket mana shu fikrlardan sinasan. Qutularing. O'shaning uchun sen aytgan narsalar paydo bo'ladi. Mana shu yerda. Ana o'z bo'shanmasa yana nima g'azablanasan, doding. O'zingga olib ketasan, o'zingga olasan, ezilasan. Nimadan? O'zingni bilamaysan aslida. Shunda senga farqi yo'q bo'lish uchun sen tuppoy bo'lishing kerak bo'pti deb o'tirib, sen aytishing bo'yicha. O'zingni olmasliging uchun tuppoy bo'lishing kerak. Qachon o'zingni olmaysan, o'sha narsani farqiga bormaysan olasan. Mana qara, sen olmaysan. Mana qachon ta'sir qilmaydi, qachon senga so'zlar ta'sir qilmasa, mana so'zlar aslida hech narsani anglatmasligini anglasang. Tushunasanmi? Gap ko'rib chiqdikki o'xshaydi bizda. O'xshaydi. Hozir gaplarga quloq solma, gaplar bir tiyinli narsa bo'lsa. Ular hech narsani anglatmaydi aslida. Ular kim uchundir anglatadi, tushunasanmi? Lekin biz uchun anglatmasa baxtli yashaymiz-mi? Ana asl tabiatingga qaytsang, mana aqldan ozod bo'lsang, ular faqat aql uchun nimanidir anglatadi. Qara, kuzat mana, hozir aytib beraman. Nima qanaqa holat bo'ldimi? U absolyutniy fonda o'zgarmagan. Qanaqa bo'lsa shunaqa. Lekin mana yomg'ir yog'adi deylik. 8 milliard inson bor. Ularga 8 milliard xil bilim yozilgan fleshkalar. Aynan yomg'ir borasizmi? Istalgan narsa haqida. Mana qarang. 8 milliard xil inson yomg'ir yog'ayotganini 8 milliard xil tafsirlaydi. Kimdir uchun bu yomon, nega yomg'ir yog'di, yeni kiyim oldim, krem kiyimlar qilib bo'ldi. Kim uchundir yana bu yomon, uchrashuvga kech qoldi kimdir, bu ham buni yomon deydi. Lekin общий planda hech narsa o'zgarmagan. Общий plan bu qanaqa bo'lsa shunaqa. Mana har xil insonlar har xil qabul qiladi. Kimdir uchun yomg'ir bor, kimdir uchun yaxshi bo'lsa. Lekin o'sha yomg'ir bo'lsa. Albatta, mana holat absolyut. U qanaqa bo'lsa shunaqa. Mana sen buni yomon deysan, men buni yaxshi deyman yoki men buni yomon deyman, sen buni yaxshi deysan. 8 milliard inson 8 milliard xil qabul qiladi. Chunki ularni mana ular aqlmand deb o'ylaydi o'zlari. 99.9% o'zlari aqlmand deb o'ylaydi. Shuni hisobiga mana bu yo'lga har xil bilimlar yozilgan. Har xil bilimlar yozilgan. O'shani hisobiga ular misol qanaqadir hodisalarni yaxshi deydi. Uning uchun yaxshi yomon tushunchasi ham bor. Tushunasan? Qanaqadir vaziyat o'zi u buni yomon deydi, sen yomon ish qilding deydi. Чувство вины deydi. Aybdorlik hissini paydo qiladi insonlarda. Lekin mana holat absolyut. U nima bo'lishidan qat'iy nazar mana. U qanaqa bo'lsa shunaqa xuddi yomg'ir yog'ayotganda. Qaysidir inson mana bu narsani yomon qilsa deb nomladi. Va qaysidir inson u yoki Xudoni ko'rishi mumkin. Mana istalgan holatda Xudo bor. Mana qattan transliteratsiya mana. Nega rozi bo'lmaymiz? Chunki bilimlarimiz bor. Aqlli bilimlar bor. Kimdir ko'rasizmi? Yomon ko'rasizmi o'sha insonni, siz o'zingizni yomon ko'rasiz. O'zingizni bilimingizni yomon ko'rasiz. Istalgan xafagarchilik agar kuzatsangiz, nimadan xafa bo'layotganliklarini Xudo kuzatsangiz, o'zingizlarni bilimiga xafa bo'layotgan bo'lasiz. Yagona narsa bu sizlarni bilimiga. Misol, qanaqadir inson sizlar bilan gaplashyapti. Yo'q, qara. Men bitta misol keltirib, o'shani tushuntirib bersangiz bo'ladi. Men stulda ta'lim to'ldiraman. To'g'ri? Kechasi o'g'ri keldi deb uxlatib ketdi hamma narsani. Men shunda uni yomon ko'raman. Men unga panjaraga erishib qo'ymaganim uchun uni
tushishiga imkon yaratib berganim uchun man yomon bo'lmadim shunda. Agar o'zimdan ko'radigan bo'lsam. Men aytsanmi sen? Hammasini o'zingdan qilyapsanmi? Holat mana mabodo agar shunaqa bo'lib qolsa ham o'z narsa yo'q. Bu narsaga mana diqqatingizdan qaratmaylar mana. Hozir mana chunki insonlar hozir bor faqat. Mana bu narsani tushunishga nima xalaqit beradi? Qachondir yashashiga mana sizlar qachondir mana qattiqdir yashashlar-da, hozirda emas. Bu narsa yo'q-ku. Bu narsa yo'q narsa. Mana qarab, unda bo'lsa o'qimishni to'xta. Qayerda bor? Kim uchun bor? Mana yana. Kim uchundir bu vaziyat bor? Aql uchun. Tushunsanmi? Mana ko'zingda bor shu atrofda nima narsa bo'layotgani yo'q narsa. Qani hozir o'tmish? Qani kelajak? Bu narsa yo'q. Hozir bo'layotgan voqeadan misol keltiring. Misol uchun men uyqum kelyapti. Juda ham uyqum kelyapti. Chunki kechasi uxlamaganman. Hozir sen menga gapirib o'tirib, meni uyqudan qoldiryapsan. Va men seni yomon ko'ryapman. Bu shuni o'zimga bo'lgan yomon ko'rishim bo'ldimi? Sen bu yerdingmi? Hamma narsaga meni ichidan chiqayotgan narsa sabab bo'lyapsanmi? Qara, misol aslida mana qara. Qattiq bo'lasan uyqum kelyapti. Chunki ko'zlarim charchamoqda, qattiq. Yumganimda qizib ketyapti. O'zi aslida mana qara. Mana konsepsiya bor. Inson mana nechadir soatdan keyin uxlashi kerak bo'lib charchagan. Shunaqa. Aslida lekin mana aslida kuzatsanglar juda ham mana cheklovda bu. Juda ham ko'p mana cheklovlarni yo'qotishlar mumkin. Aslida insonlar bo'lgan misol kunda 40 daqiqa uxlashgan, izlashgan. Aslida mana hech narsa mana bu o'zi yo'q narsa. Aytayotgan narsa. Mana shu bo'yicha tushuntirib olsam, seni yomon ko'rishim va seni olib o'tirganing uchun men seni yomon ko'ryapman. Birinchidan hech kim seni olib o'tirgani yo'q. Mana sen bu yerda ham o'tirishingga sen gaplaringni bo'lgan qiziqishim sababchi bo'ldimi? Hech narsa sabab emas. Просто shunaqa bo'ldi bu. Hozir ketyapsan ham просто shunaqa bo'ldi bo'ladi. Hozir ham просто shunaqa bo'ldi. Mana qani hozir ketyapsan? Kitob. Mana insonga mana qara, yana kelajak o'tib ketyapsan. Mana hozir mana qara, hozir kuzatsang juda ham shokda bo'lasan. Qara, hozir masalan kuzatyapman. Hozir kuldim. Ana boshimda o'g'irladi. Chunki o'yladim nima narsani. O'yladim nima narsa. Lekin mana sen aytayotgan payting mana sen nimadir deyapsan. Hozir sen aybdormisan, mardormi? Shu payt mana gapirib turgan paytingda qanday o'zi ko'rib man xatay qilib nima qilishni biladi. Tushunsanmi? Javobni ba'zilashganingdagi narsani hammasi bu yerda ham tushuntirishga harakat qilsak, hozir biz yo'lda o'tirganda ko'rishayotganlar, men buni xudo xohlasa o'qituvchilarga ko'rsataman, men falsafa domlalarni servis aytyapman-da, ularga tashlayman. Balkim birortalar tushungandirlar. Bu men salgina tushunmayman, bitta narsani. Hozir nimaga? Mana hozir kuzatsang, men qo'lingdan kuzat. Qara, o'zing qilmayapsanmi buni? Men ham kuzatyapman. Bunga deyarli aniq sabab, to'g'rimi? Ishni o'zi hamma narsa o'zi bor. Hammasi o'zi bor. Shunda aytmoqchisan, taqdirimiz yozib qo'yilgan. Biz просто yashayversak bo'ladi, shunaqa. Yashab yuruvchi ham yo'q, alohida hech narsa yo'q aslida. Umuman hech narsa alohida. Hamma narsa bitta. Bu faqat Alloh bor. Aqli yo'q-da, nazar tushirish qiyin. Sen Allohsan degan kitob bor. O'sha to'g'ri yozilganmi? Sabr qat'iyati to'g'ri bo'lganmi shunda? O'zi aslida mana Alloh ham nom. Yo'q, o'sha yaratuvchi. Yaratuvchi ham nom. Qachonki hamma nomlar yaratuvchi Alloh bo'lsa-ku, bular nomda aslida nom bu faqat cheklab qo'yadi. Tushunsan? Xo'p, o'sha narsa mana tepadagi. Bu mana yo'qlarga to'xtaman, senga tushuntirganman. Mana hamma nomlar yetilganda bo'ldi. Inglizda ermitadi. Haqiqatan bo'libdi tartib. Bo'libdi tartib haqiqat bo'lishni xohlaysiz. Hamma nomlarimizni yetishimiz uchun mana esdan chiqarib olishimiz kerak. Esdan yoki emasligini bilish kerak bu. Misol uchun diqqatni olish kerak. Misol uchun Xudoning hamma nomini miyamizda yo'q deb tashlaymiz, to'g'rimi?
nom ne bular? Ha, bo'ldi, nom tushunmayman. Yo'q deymiz, yo'qda chiqasamizmi? Yoki quruq nom deb turib, nomlarni olib tashlaymiz bo'lsin. Sen hayotingda nima bo'lmasin, nomsiz ko'rishga harakat qilasan. Faqat tuzatasan. Hech qanaqa nom bermaysan. Atamaysan ham chaqirmaysan. Mana aytmoqchi bo'lganim mana sanoatga ustun qarasam chaqirishim uchun hattoki desam ham bizning noming bu o'zi avtomatik bo'ladi. Man aslida seni mana inson yashaydigan illyuziyani ko'rsatib, mana aytolman-ku, man aytayotganim go'zal deganim, man bu tana hech narsa qilmasdan joyda o'tirsin deyotganim yo'q. Bunaqa imkon yo'q. To'g'risi, sen ko'rib hech narsa ketib yozib ketasan, buni iloji yo'q. Bu tana bitta joyda o'tirib faqat kuzatishning iloji yo'q. U borib qiladi, nima yozilgan bo'lsa. Qaysidir o'qituvda u tanishi kerak bo'lsa, u taniydi, u tajribani yashab o'tadi. Sen ming uyda o'tirsang ham yoki ming gapirmaslikka harakat qilsang ham gapiraversan, agar gapirishni yozilgan bo'lsa, bu seni qo'lingda emas. Men aytayotgan narsam, mana hatto ishlarni ham qanaqa qimirlaydi, qanaqa chaqiradi, qanaqa tovushlar chiqaradi, hammasini kuzatadi. Man hozir ham bor-ku, insonlar ana sen shokda bo'lishing mumkin, sen gapirasan-ku hozir menga. Salom bilan gaplashasan, yo'q. Bu fikrlarni olishdan fahmayman. Mana hamma fikr, hamma so'z, hammasi mana ketma-ketlikda, mana so'z ketma-ketlikda chiqyapti-ku. Bitta, keyin ketma-ket chiqyapti-ku. Mana hammasi shunaqa bo'lgan fikrlar. Birinchisi, undan keyin ikkinchisi. Keyin ketma-ket. Hamma narsa ketma-ketlikda bo'lyapti. Mana nomlar, sen aytayotgan mana gapirayotgan, mana bizga beradigan nomlar, u qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, bular mana yagona to'siq haqiqat bo'lishi. Uning uchun o'tmish bor. Mana o'tmish yo'q, aslida o'tmish yo'q. Senda hozirdan boshqa narsa yo'q. Aslida o'tmish mavjud emas. Ko'pchilik uchun narsani tushunish qiyin, aql uchun. Men aytaman, absolyutni точка зрения mana faqat bugun hozirman. Maqsad. Faqat hozir bor. U faqat bo'lib kelgan. Faqat hozir bo'lib kelgan. Insonlar o'tmishda yashashadi. Ular kelajakda yashashadi. Ular nomlarda yashashadi. Mana hozir sen aytayotgandek nomlarda yashashadi. Mana shu narsani haqiqat ko'rishning to'sqinlik qiladi. Qachonki shular mana mana ta'sirini yo'qotganda bo'ldi. Ko'rasan, faqat Alloh borligi. Mana qara. Tomosha qilayotganlar va ta'sirini, nomini yo'qotishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Mana kuzatish boshlashi kerak. Mana o'tirib mana o'zimni kuzatishim ko'tarib qanaqa o'tiribdi, qanaqa harakatlanyapti, qanaqa gapiryapti. Bundan foyda nima bo'ladi? O'sha esdan chiqaramizmi, yo'qotamizmi? Aqldan ozod bo'lasan. Mana aqldan ozod bo'lish uchun faqat kuzatish kerak bo'lyaptimi yoki o'ylamaslik kerak bo'lyaptimi? Qara, yana nomlab qo'yasan-da, hamma. Aql deb qo'yaman, chunki sanam aql yo'q. O'ylamaslik kerak, o'qilish kerak. Qara, bu narsa davom etadi. Mana gap, mana qara. Gapirish bor, lekin gapiruvchi yo'q. Eshitish bor, lekin eshituvchi yo'q. Ko'rish bor, lekin ko'ruvchi yo'q. Fikrlash bor, fikrlovchi yo'q. Bu hammasi o'zi bo'ladigan protsess. Bu narsani kuzatganingda ko'ra olasan davom. Ko'rasan, qanaqa mana. Uning uchun o'tmishi, kelajagini konsepsiyalarda yashash to'xtatish kerak. U yoddan bo'ladi. Undan qanaqa qiladi? Mana aqlning vazifasi olib ketib qolaveradi. Chunki u shu narsada yashaydi. Aytaman, agar sen hozirda yashashni boshlasang, aql o'ladi. U bu narsadan qo'rqadi. Ego o'ladi, alohidalik hissi o'ladi. Hamma narsa o'ziniki qilgan narsa bo'ladi. Mana ego nima? Bizlarni o'zimiz haqimizdagi yolg'on tasvirimiz. Ego. Mana hozir mana sendagi ego. Qachon ego bitadi? Qachonki bitadi? Kuzatishni boshlasang hozir. Bu ketib qolaman. Voy, aytdi nimani qanaqa qilaman, voy do'konni qanaqa to'ldiraman, voy bilan qanaqa gaplashaman, voy ko'chaga qanaqa narsalarni olib chiqaman, mana olib ketib qoldim yana to'xta. Mana
Mana hozir bor. Mana hozirda yashashni boshlaydi. O'tmishga ketib qoldimi? Voy, makam o'sha narsani qilganman. Voy, nimaga o'sha narsani qilganman? Bu nimaga o'xshaydi? Xuddi qachondir yomg'ir yog'ganda. O'tmishda qachondir qattiq yomg'ir yog'ganda, nega insonlar bu narsani eslab yuradi? Mana qanday sabablar? Mana qara, o'tmishda misol qanaqadir voqealar bo'ladi, insonlar o'sha narsani eslab o'zi bilan ko'tarib yukka o'xshab yuraveradi. Va o'sha yerda o'sha narsani qiladi. O'sha yerda yo ijobiy yo salbiy xotira bo'lgan bo'ladi. Misol uchun kimdir yaxshi ko'rgan qizi bilan yomg'irda romantika qilgan bo'lsa, u o'lguncha miyasida qolib ketadi. Kimdir yomg'irda yaxshi ko'rgan qizi bilan xuddi o'sha misol ayrilgan bo'lsa, xuddi o'shaqa esida qolib ketadi. O'shanaqa narsalar esda qolib ketadi. Chunki xotiralar esda qolib ketadi. Keyin men hozir xursand xotirjam o'tirishimga ham o'tmish sababchi bo'lyapti. Asabiylashib qattan nima qilsam ekan deyishimga o'tmish sabab. Mana o'tmish yo'q. O'sha o'tmish bizani harakatlantiradi. Qara to'xta mana. Qani hozir o'tmish. Mana hozir mana o'tmish umuman ta'sir qilmasligi kerak seni hozirgi holatingga. Chunki u yo'q. O'tmishdan kelib chiqib men hozirgi holatimni bilaman. Xo'p, hozir o'tmish nuqta bo'lsa, hozirgi holatim bir nuqta bo'ladi. Xo'p, qani hozir o'tmish. Mana shu turishib erishgan narsalarim basharamda misol qarab, ko'zimda ajinlanib ko'rsammi yoki men yuzimdan qalbimga eslanib ko'rsammi, bundan sabab o'tmishga ko'p kulganimdan bo'ladi. Tushunsan? O'tmish ta'sir hozirlashtirman. Agar o'tmishda ko'p haddan ko'p yig'lagan bo'lganimda hozirda ko'r bo'lib turgan bo'lardim oldingda. Yoki o'tmishda kimdir meni quchoqlab ketganida hozir oldingda bo'lmas edi. Yana mana bu narsada yo'q deb tushunsan, o'tib ketdi yana nomlarga. Yana ketib qoldingiz oldin. Sol ketdim. Bor narsani aytaman. Men quchoqlashlar, men to'xtab chiqasyapti. Mana shu o'tirishimiz ikkalamiz olaylik. Biz ham o'sha maktabda birlashgan. To'xta qara. Hozirda o'tirishimizni bilsam, nechta tasodif bor? Juda ham ko'p. Trillion yaqin tasodif bor. Birinchi o'qitdi mana. Otamiz va onamiz bir-biri bilan ko'rishib qolishi, ular bir-birini yaxshi ko'rib qolishi, ular uylanishi, oila qurishi va ma'lum bir ovqatlarni yeyishi, tushunsan, ma'lum bir muddatda aloqaga kirishi, tushunsan. Ma'lum bir millionga yaqin o'sha hujayralar aynan bittasi o'tib chiqib, san dunyoga kelishing va keyin mana ko'rsanmi, juda ham ko'p tasodiflar mavjud. Bu yoqda o'tirgan. Shunaqa. Ishni mana ko'rsan qanaqa aniqligini hozir sen bir narsa o'ylab ketdingmi hozir o'ylashga. Mana narsa mana qilsam mana bo'lardi, mana qilsam mana bo'lardi, mana qilsam mana bo'lardi. Yo'q, mana shu narsalar yo'q aslida. Nimadir mana qayerda bor bu narsa? Mana shunda bor, aslida mana shunda bor. Mana qilsam bunaqa bo'lardi. Yo'q, bu narsa yo'q. Tushunsan? Mana hozir bu yoqda seni to'g'rimi? Qayerda nimadir bor. Faqat hozir bilan yashaymiz shunda. Hozir maslahat bo'lar nima berasan odamlarga? Hozir kuzatishda bu. O'shani ko'rasizlar mana insonlar o'ylaydiki, agar kuzatsam, mana aql qo'rqadi bu narsa. Chunki buni betomon o'yladi. U shaxs o'laroq, u anvar o'laroq o'ladi. Hayot sani egoingdan ozod bo'ladi. Qachon Alloh tugab biz boshlanamiz degan shu yerda ayon bo'ldimi? Mana o'sha anvar bo'ladi do'stlarmi? Ana alohida hissi o'laroq sen o'lasan. Ko'rasan faqat Allohdan boshqa narsa yo'qligini keyin. Unda qachon Alloh tugab biz boshlanamiz? Mana Alloh tugamaydi. Unda ne shunaqa deb yozgansan? Chunki ko'rishlik uchun o'sha yakunda shunda bu narsani ko'rishlik uchun mana Alloh tugamaydi. Bu sen qanaqasiga kelib o'ylaysan? Shu tipa bu tanada Alloh yo'qmi? Tikligini sen o'tirib turibsanmi hozir? Tiklar trillion yaqin hujayralarni sen ham boshqarasan, meni joyga kirib turibsanmi? Unda Alloh yo'qmi deydi? Ha? Ko'zingda trillion yaqin hujayralar ishlayapti. Unda Alloh yo'qmi? O'shanchalik gap to'g'rimi? Sen o'zing Allohsan degan gap to'g'rimi? Bu narsalar nom aslida. Men hozir nima qilsam, mana ko'rib turgan ko'pchilikning aql qo'zib ketishi mumkin. Ko'pchilikning aqli bilan yetaveradi. Tushunsan? Bu nomlar davom etadi. Bu nom oddiy hech narsani anglatmaydi. Aslida Alloh degan so'z emas.
Bu so'z faqatgina bilan cheklaydi. Bu so'zdan ozod. Tushunasizmi? Bu so'z keyin paydo bo'lgan. Alloh bu so'zga muhtoj emas aslida. Bu so'zdan ozod va bu so'zdan oldin bor. U hech qanaqa so'zsiz, hech qanaqa tafsirsiz oldin bor. Bu narsaga muhtoj emas u. Shu narsani tushunishingiz kerak. Va aslida mana aslida mana bu. Mana shu hech narsadan boshqa narsa yo'q. Qo'lim qara. Tana qimirlashim uchun, bu joyga borishim uchun nima bo'lishi kerak? Mana shu ko'rinmas narsa bo'lishi kerak. Tushunsan? Tovush chiqish uchun nima bo'lishi kerak? Ko'rinmas narsa. Mana shu ko'rinmas narsa bo'lishi kerak. Bo'shab. Agar bu yoqdan bu yoqqa beton bo'lganida tovush o'tmas edi. Agar mana shu ko'rinmas narsa bo'lmaganida betondan bo'la olmas edi. Bu nimaga o'xshaydi? Xuddi varoq bor-ku. Varoq rasm chizasan. Varoq bo'lmasa rasm bo'lishi imkonsiz. Tushunsanmi? Xuddi mana shu ko'rinmas narsada vez galaktika, vez koinot mana shu narsada turibdi. Tushunsizmi? Tushunsanmi shuni? Hamma narsa mana shu narsada turibdi. Mana shu ko'rinmas narsada. Va mana hozir o'zida mikroskop olib kelsang, yaqinlashtirsa nima darajagacha atomlarni ko'rasan. Yana ozgina yaqinlashtirsang, to'lqinlarni ko'rasan faqat. Ko'rsa mana tovush qanaqa to'lqin kabi chiqayotganligini, qanaqa to'lqin kabi qimirlayotganligini faqat to'lqinda qoladi. Yana ozgina yaqinlashtirsang, o'sha hech narsa qolmaydi. Hech narsa qolmaydi. Mana ko'rasan, mana shu hech narsadan nimadir paydo bo'lyapti. O'zini o'zi cho'zyapti. Va ketyapti, yo'qolyapti. Mana ko'radi. O'sha narsani. Tushunsanmi? Mana istalgan narsa paydo bo'ladi, o'zini o'zi cho'zadi va yo'qoladi. Mana shu ko'rinmas narsada. Tushunsanmi? Hamma narsa bir narsa o'tgan sabab nima? Chunki hamma narsa mana shu narsadan paydo bo'ladi. Va mana shu narsaga boradi. Mana Alloh. Hamma Alloh. Oldinda orqamdan yonimda deb hamma Alloh. Mana quchoqlab turibdi hozir hamma. Tushunsan? Yo'q, mana alohidaligi yo'q aslida. Nomlar mana shunaqa bo'lgan bo'lsa qo'ygan haqiqat. Mana bu narsaga mana insonlarni diqqatini ko'pchilik qaratmagan. Bu narsadan sir tutishgan qo'pol ekan. Mana bu narsaga oldin diqqatini qaratmagan narsa. Lekin mana vaqt keladi kuzatsang mana hozirda yashay olsang, sekinlasha olsang, kuzatib ko'ra olasan shu hamma narsa o'zgarayotganligini, keyingi fikring noma'lumligini, u berilishini, berilgandan keyin mana sana pulingiz remenga kirishini, boshqa payt keyingisi yana noma'lum bo'lishini ko'rasan va tushunasan. Kino olingan, ketyapti. Mana bu yo'lda uchun yaxshi yomon, katta kichik, gunoh savob. Bunaqa tushunchalar qolmaydi. Qolmaydi, tushunsan? Faqat Alloh qoladi. Ya'ni mana sizlarga hozir nom o'laroq tushuntirishga harakat qilaman. Bu nom nimaga? Sizlar diqqatinglarni qaratib, va o'zidan tajribalarni ko'rishingiz uchun. Ya'ni strelka bu. Strelka. Xuddi mana olmani ta'mini qachon bilasiz? Uni so'z orqali tushunishingiz mumkin. Qachonga borib tushganingizda bu so'zlarni mana strelka bor olmani ye. Ya'ni o'zingni tajribangda ko'r. Mana istalgan hozir men aytgan so'zlarim ham yolg'on aslida. Uni ham oddiy so'zlar hech narsa ma'no etmaydi ekan. Lekin mana bulardan mana ko'tarib mana diqqatingizni qaratib o'zingizdan tajribalarni ko'rishingiz mumkin narsa. Oxir oqibat hayot ozod bo'ladi. Hech narsa qolmaydi. Faqat Alloh qoladi. Nom o'laroq bayon qiladi. Mana hamma dinda shu haq. Iymon narsani isbotladi.
islom dinida ham Allohni ishtagan, yolg'onni bilgan. Istalgan dinlarda asli dinda. Sobiq krishtianlikda ham aslida Xudoga yolg'onni bilgan. Boshqa dinlarda ham yakkalik, yagonnalik shu asos. Hamma dinlarda shu asos. Uyimda qaling. Maslahat berish shuni qilyapman. Xosam odamlarni hayotda borliqqa tushuntirib bergan. Endi qanaqa yashashni maslahat ber, to'g'ri yo'lga sol, o'zingcha ol. Mana aytolman, o'zi bo'ladi. Hech narsa qilmaslik kerak, maslahat bermayman demoqchisan. Kuzatish kerak bo'ladi. Kuzatish kerak bo'ladi. Mana bu narsani keyin mana aql boshqa tushunishi mumkin sanadi. Mana bu tushunadiki, hech narsa qilmasdan o'tirish kerak deydi. Yo'q, unaqa demayapman. Buni imkoni yo'q. O'zingdan sinab ko'rishingiz mumkin mana. 3 kun misol uyda qamab olib hech narsa qilmaslikka harakat qiling, qo'lingizdan kelmaydi. Agar tanangiz borib qattiq borish kerak bo'lsa, bu ishni qiladi. Yoki mana 3 kun mana shu paytgacha siz gapirib kelgan ekansiz. 3 kun gapirmay ko'ring. Gapira olmaysiz, gapira olasiz. Agar gapirishingiz kerak bo'lsa. Mana aytmoqchi bo'lgan narsa, istalgan narsa kuzatinglar. Qanday bo'lyapti, nima qilyapti, qanaqa yuryapti, qanaqa gapiryapti. Shunda hayot tanlaymiz. Haqiqat ko'rish mumkin. Kam. Shunda aytsan, ertani o'ylash, o'tmishni o'ylash, Xudoga shak keltirishda gapda to'g'ri. Chunki ertadan xavotir olish, o'tmishga siqilish to'g'ri. Kim oladi xavotirni? Kim qo'rqadi? Qo'rqqan oladi xavotir. Yo'q, kim uchun bu qo'rqinchlik? O'zi uchun. Mana aytayman, aql uchun bu qo'rqinchlik mana. Agar mana sizlar diqqat o'laroq, mana nimadan qo'rqasizlar? Qo'rquv. Shunchalik qo'rqinchlikmi? Mana agar qo'rquvga diqqat qaratmasanglar, sizlar diqqat bilan qaratmasangiz bu narsaga, bu narsani bo'lishi imkonsiz. Agar sizlar bo'lmasanglar, tushunsan? Sen narsada diqqat o'laroq bo'lmasang, bu narsani bo'lishi imkonsiz. Qo'rquvga e'tibor qaratmasang, qo'rquv bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Qarang. Aytaylik, mana shu joyga 100 millionga men qarzga sotib oldim-da. Endi bu qarzni qaytarish uchun o'sha pulni qanaqa ishlab topishimdan xavotir olaman. Agar xavotir olmasam, mabodo shu voqea meni boshimga tushsa, keyin nima bo'ladi? Agar xavotir olsam, boshqa harakatim qilishim mumkin. Men sen o'ylaysan. Agar men bu narsa haqida o'ylamasam, aql o'ylaydi. To'g'ri, aqlni savoli bu. Aql o'ylaydi. Agar men bu narsa haqida o'ylamasam, voy. O'ylamasam, o'ylashni to'xtatsam, bu narsa kasod bo'ladi. Men qarzlarimni bera olmayman. Mana o'ylaydi shunaqa. Lekin aslida mana o'ylashda hech qanaqa foyda yo'q. Mana vaqti keladi. Turadi tani, xuddi mana hozir o'tirgandek. Hozir qanaqa uchrashib qoldik, tasodifan tushunsan. Sen bilmasding hatto keturga qaytgan. Haqiqatan ko'rishib qoldik. Xuddi shunaqa bo'ladi nomi avtomatik. Sizlar o'ylasanglar ham o'ylamasanglar. Mana hozir mana o'ylab. Nima qiladi hozir? Nima foyda? Yordam beradi. Men chiqaman. Qanaqa? Ben ko'rmoqda. To'g'risi, o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam juda ham ko'p. Chunki ertani rejalashtira olmasam bo'lmaydi-da, qiladigan ishlarim, boradigan joylarim ko'p. Agar rejalashtirmasam, qo'yib qo'ysam, mana bu narsani bo'ladi o'zi. shundan bo'ladi desam. Bo'lyapti-ku mana, bo'lyapti-ku. Nahot ko'rolmayapsan narsani. Qara, ertaga misol uchun 5 ta joyga borishim kerak bo'lsa, o'sha narsani rejalashtira olmasam, esimda ushlab turmasam, borib birortasiga qat'iyan bora olmay qolishim mumkin-da. Mana vaqt kelganda vaqt keladi. Borishim kerakmi? Agar rostdan borishim kerak bo'lsa, o'tiradi tani yozadi va chiqib boraman. Keyin mana ko'rasanmi? Aytolman, hamma narsa o'zi bilan alohida narsa yo'q bu yerda. San qilishing bo'lgan narsa yo'q. Tushunsan? Aqling uchun bu narsalar wow deb ko'rinadi. Misol, nima deysan? Hozir misol. Hojatga chiqishni o'ylaymiz.
qog'oz hojatga borishim kerak, keyin o'qilishim kerak, keyin qog'oz olishim kerak, keyin o'ylaymisan. Qaysidir ishda mana aql uchun faqat katta bo'lib ko'rinadi, qaysidir ishda kichkina bo'lib ko'rinadi. Bu narsani o'ylash kerak. Mana aytolman, absolyut nuqtai nazardan hamma inson bir xil ish qiladi. Bir xil ish qiladi. U ya'ni qanaqadir hammasini qilib o'tdi, u qanaqadir to'g'ri chiqaribdi, u qanaqadir ko'ribdi, qanaqadir eshityapti. Mayda narsalarda qanaqadir fikr bor. mayda narsani aytib bo'lsam, katta ishlardan hammani hayoti bir xil emas. Yo'q, mana katta kichik degan narsa yo'q. Hamma narsa mayda narsalardan demokratiyani kerak etib aytgandek hamma narsa atomlardan iborat. Mana bu narsani ko'ra olganlardan keyin hamma inson bir xil ish qiladi. Ya'ni sen nima qilasan? Sen maydalashtirib tashlasang hamma bir xil ish qilyapti. Lekin o'sha narsalarni jamlasang, misol qara. Sen bilan men hamma o'tirib gaplashib o'tiribmiz. Anta xuddi shunaqa bizga o'xshagan odam ingliz tilini o'rganish uchun ikkita og'ayni tashqar gaplashib o'tiribdi. Ertaga ular ingliz tilini biladigan bo'lib chiqadi. Biz bilmaydigan bo'lib qolamiz. Lekin hamma bir xil ish qilyapti, u ham gaplashyapti, men sen bilan men ham gaplashyapmiz. Lekin yakunda boshqa natija bo'ladi. mana absolyut planning. Yo'qdan ikkita ta'lim turibdi. Vaqt qadar turmush chiqyapti. Aslida mana natijasi farqli bo'ladi. o'zi natija ham mana. Natija ham bir xil. Baboshi to'g'ri chiqadi. Yuzdan ko'p qarasang shunaqa, agar dunyoda ham bu Mana muvaffaqiyat, pul, erishilgan natija degan narsalar bo'lmaganida sen aytgandaqa yashasa zo'r bo'ladi. yo'q, mana qara, muvaffaqiyat pul kim aytdi ingliz tiliga bog'liq edi? Kim aytdi millioner bo'lish uchun pul kerak? Kim aytdi? Misol bu aqldagi bor bilimlar, shunaqa insonlar bor. $1 aytib berganman, $1 pul tikmasdan millioner bo'lgan. U bilmaydi. Mana u bilmaydi rostdan. Bu narsalar haqida. U millioner bo'lish uchun pul kerakligini bilmaydi. U qiyinchiliklar borligini bilmaydi. Mana yevreylar bilasan, oldin gazvalda sotilgan. U nima qiladi? U mana qilgan ishi. U joy topgan. Uy qurish mumkin bo'lgan. Joy gaplashgan. Keyin u yo'lga Dubayda katta bino. Dom ishtirokchi. Keyin quradigan odamni topgan. Keyin unga pul tikadigan odam, proyekt qiladigan odam topgan. Keyin pul tikadigan odam topgan. Nursundan bizni ko'tarib. Mana shu u faqat qo'lida turgan. Shu orqali millioner bo'lib ketgan. Tushunasan? Va mamlakat cheksiz. Mana aqliy chegaralar qilsan. Bunaqa bo'lish uchun bunaqa bo'lish kerak. Bizatni shunaqa bo'lish kerak. Yo'q, bunaqa bo'lish kerak. Mana shunday kerak shunaqa bo'ladi. Memleket qizga ham oxtimga rozman shu. Mana shu gaplardan keyin. Zo'r misol keltirdim. Aqlimiz cheklab qo'ydi. Sen o'sha narsani o'ylamaganida edi, do'stlar. O'sha narsani bilmaganida edi, o'shalarning xulosasini miyasiga chiqarsa bo'lmaganida edi, inson bu narsani zabt etardi. Mana bugun bitta asosiy kitob. Unga ko'ra bitta bolasi bilan ketayotgan payti bolasi salgina yugurib ketib qoladi, bolachani Volga mashinasi bosib ketadi, SSR paytida. Ayol shunaqa ichidan anaqa bo'lib ketadi, o'zini bilmay qoladiki, energiya bitta joyga to'planib, Volgani ko'tarib tashlagan ayol o'zining kuchi bilan. Keyin bitta shaxmatchiga san o'lasan, senga o'ldiradigan bitta kasallik bilan og'ir bossan, saraton deylik, bir oydan keyin o'lasan degan ekan, u o'zini sevgan sohasi bilan shug'ullanishni boshlabdi. Bir vaqtda 52 ta shaxmatchi bilan shaxmat o'ynab, 30 ta biri bilan yutibdi, 12 tasi bilan durang o'ynabdi, ikkitasiga ham, uchtasiga ham yutqizib qo'yibdi. Va uni tekshirishsa, o'shalar kasallik yo'q bo'lib chiqdimi, o'lmaydigan bo'libdimi, shunaqa. Yani odam miyasida o'sha narsani qilsa, o'sha narsa bo'ladi aslida, to'g'rimi? Nimadir xohladi? Nimadir xohlab qoldingizmi? Bu narsaga albatta erishasiz. Istalgan maqsad, istalgan xohishingiz bormi? Mana aslida nima to'sib qoladi? Mana shu narsa
yetishiga. Hech narsa. U qachondir mana to'xtatsa mana yurishda yoki gapirishda yoki gap qilishda misol o'lsa qo'pol qilayotganda o'sha narsaga to'xtata olmaydi aslida. Boshqa narsa yoki o'zingiz to'xtatishingiz mumkin. Yarim yo'lda. Boshqa narsa to'xtata olmaydi. O'zi mana aytgan narsalarni anglagandan keyin bo'ldi, hech narsa qolmaydi o'sha. Nimadir xohlasangiz, aniq bilasan, o'sha narsasan. Tushunsan? San chunki alohida hech narsa yo'q. U kim uchun maqsad bor? Mana qasdi mana A nuqtadan B nuqtaga misol aql o'ylaydi, bu B nuqta mana yo'q. Lekin aslida mana qara. B nuqtaga erishgandan keyin nima o'zgaradi aslida mana u ham mana hozir ma'lumot ham xuddi shunaqa o'tiradi va o'zi haqidan sizga boshqacha o'ylashni boshlaydi. Aslida mana shunday bilim o'zgaradi. Lekin mana bitta narsani aytib ketaman, bu maqsadga erishish haqida. O'sha narxlardan chiqdik. Ruhiyat temalaridan chiqib ketdik. Mana hozir maqsadga erishish anosida. Mana aqliyaga bu life qanaqadir. Mana qanaqadir maqsadga bor, aniq bilinglar, u borligi. Aniq bilinglar, u borligi. Maqsadda borligimi yoki amalda borligimi? Bu narsa o'sha borligi. Tasavvur qilsan, o'sha pasportni ochib bo'lding. O'sha ochib bo'ldim, yo'qsa o'sha 2000 ta mana qilganim bor. Yoki 20 ming ta qilganim bor. Va baxtlisan. Mana tasavvur qilaman shu narsani. Tasavvur qilaman va bu shunaqa real tasavvur qilaman, emotsiyalarga. Bu menga holat beradi. Meni holatim o'zgardi. Sen yurishini o'zgartiradi. Qarashini o'zgartiradi. Qanaqa bilaman men? Boylarga o'xshaydi. Holatimni o'zgartiradi. Va shu holatga chiqib qarorlar qabul qilish boshlayman. Shu holatga chiqib ko'rish boshlayman, eshitish boshlayman, fikrlash boshlayman. Bunda oxir-oqibat mana atrof muhit, ya'ni mana protsesslar narsani yig'ib beradi. Mana shunaqa ishlaydi o'zi. Shu paytgacha nimaga diqqatinglarni qaratgan bo'lsanglar, mana aqlinglar shu paytgacha nimaga diqqatini qaratgan bo'lsa, u o'sha hozir. Boshqa narsa emas. Nimadir mana dvornik mana millioner bo'lish uchun baxtli birinchi o'zini haqida boshqa o'ylash boshlash kerak. U mana nima qiladi? Chiqadi ko'chaga yoki kechqurun uxlayotganda va yana o'sha ishga borishim kerak, yana dvorni tozalashim kerak, yana qilishim kerak, yana qilishim kerak. Faqat shu o'ylaydi, tushunasizmi? O'zini o'zi nima deydi? O'zini o'zi proklятие nima deydi? O'zbekchasiga o'zini o'zi bloklash. O'ziga o'zi chegara qo'yish o'sha narsani aytasiz. Hozir ham so'z qo'yapsiz. O'zini o'zi doim qilayotgan. Mana takliflayapti, ya, xullas, endi o'sha ish qilishim kerak. Mana qachondir hayotim nimadir o'zgaradi. Qachonki mana shu dunyoda boshqasi bir bo'lsa ham boshqacha o'ylash boshlasa. Yo'q. Что-то не то. Yo'q, men tasavvur qilish, boshqacha o'ylash boshlasa. Shunaqa. Bitta so'z savol. Aynan shu joyda boshqacha o'ylash uchun boshqacha narsani ko'rish kerak. Odam ko'rgan narsasini oladi, misol. Yo'q. Mana bir xil narsani ko'rib turib, ikkita odam boshqa narsani ko'rishi mumkin. Bitta misol keltiradi. Misol, oyoq kiyim andosi, firmasi, ikkita agent Hindistonga boradi. Eshitishim kerak. Ikkita agent Hindistonga boradi. Xo'jayin jo'natadi. Va borib o'rganib kelishadi. U aytadi, aholini o'rganib kelaylik, biz ularga qanaqa oyoq kiyim sotsak, ular olishadi. Qanaqa oyoq kiyim sotsak. Ikkita agent boradi. Va qaytib kelishadi aholini o'rganib. Birinchisi aytadi, xo'jayin, bular oyoq kiyim kiymas ekan. U yoq bozorimizga to'g'ri kelmaydi. U yoqda hamma oyoqda yuradi. Bu bozor bizga emas, deb qaytib keldi. Ikkinchisi kerak. Xo'jayin, ularni birortasida oyoq kiyim yo'q ekan. Yig'ilishimiz kerak. Ularda nima? Oyoq kiyim yo'q ekan. Bizani bozor bu. Biz buni yorolamiz degan tushunsan. Marketing holatga bog'liq. Holatga bog'liq.
Qo'ldan oshib qo'llancha degan qilib qo'ydim. To'g'risi. Aytolmasam, mana bir xil narsani ko'rish kerak yozsam, yo'q. Bir xil narsani ko'rib turib, ikki xil narsani, bir xil narsaga qarab turib, ikki xil chiqishi mumkin bo'lsa, holatga bog'liq. Sizlar mana yagona, agar aql va shaxsni o'zgartirish uchun tasavvur orqali o'zgartirib olsa bo'ladimi? Albatta, mana aytolmayman, mana bu narsani ko'pchilik mana tasavvur qilish, mana bizda resurslar bor, mana gapirish, Ya'ni inson. eshitib yo'q, tushuntirib olganingcha ko'rish, eshitish, tushunsan? Bu resurslar bizga foydalanishimiz mumkin bo'lgan. Yana bizda shunaqa resurs borki, ko'pchilik insonlar bu narsaga diqqat qaratmagan, bu narsa sir tutilgan. Mana tasavvur qilish resursimiz bor bizda. Mana sizlar tasavvur qilish orqali mana bilim boshqa qo'yishinglar mumkin bu yo'lga. Tushunasizmi? Tushunasizlar. Mana o'tirib, mana hozir o'tirib, o'sha narsa bordek, o'sha bo'lgandek va o'shanday ozgina yashab ko'rishingga tasavvuringda nima qilib beradi? Bu narsani borda bo'lishiga nima qilib beradi? Reallikda ko'zingni ochgandan keyin ko'radigan narsa. Yo'q, mana ko'pchilik uchun mana shunaqa tushunchalar ham bor, reallik. Aslida mana shunday o'tirib o'zing haqingda boshqacha o'ylashiga hech narsa xalal bermaydi. Yo xalal bermaydi. O'ylayverasan, o'sha o'ylashga ham vaqti bor. Misol uchun xohlasak, men o'tirib ko'zingni o'ylaganda ertalabgacha o'ylaydi. Lekin men bundan chiqib ketasan, osan yo'lsan, mana bitta Rolls Royce olib ketadi deb tasavvur qilsan, ertalab chiqib ketadigan paytda qarasang, Rolls Royce bo'lmaydi. Hammasi joyiga tushib qoladi. Qara, shunaqa o'ylaysanda. Mana xuddi shunaqa tasavvur qilyapsiz, mana qanaqa hozir tasavvur qanaqa? Hozir men uyga boraman, ishga boraman, bunaqa qilaman. Xuddi shunaqa real o'ylasa bo'ladi. Tasavvurda. Xuddi shunaqa bilim joylab qo'ysak bo'ladi. Va bu borib shunaqa fikrlarni berish boshlaydi. Bu xuddi mana sen joylab qo'ysan o'sha narsani keyin mana to'liq atrof muhit o'sha narsani ko'rasan. Mana xuddi bu dasturlangan, xuddi shu narsaga o'xshaydi. Xuddi shu narsaga qarab dasturlanganga o'xshaysan. Bu bo'ldi, ketdi, chiqasan. Holating o'zgaradi. Ertadan ham misol shu narsaga ajratsak. Tasavvurga. Shu narsani tasavvur qilish kuchi. Nima xohlasang o'sha borda tasavvur qilishing. Davay. Ushbu video montaj qilinib, qisqa podkast YouTube kanaliga joylanganidan so'ng bir oy o'tib, men natijasini aytaman sizlarga. O'sha hozir uyga borsam, ruxsat bersang, borsam, uxlashdan oldin mana yarim soat tasavvur qilaman. Mana qara, uxlashdan oldin yana bitta mashq. Uxlashdan oldin sizlar hozirgi kuninglar emas, bugungi o'tgan kuninglar emas. O'sha ideal kuninglarni yashab o'tinglar. Misol uchun, o'sha mana qanaqa ko'pchilik bu narsani hali tasavvur qilib ko'rmagan bo'lsa, u o'zini qanaqa ko'radi ideal. Kelajagi misol, misol bo'lishi mumkin. Qanaqadir nechida etajli uyingiz bor. Qanaqadir kravatda yotibsiz. Ayolingiz bo'lishi mumkin. Siz hozirgi kuningiz emas, mana bugun o'tgan kuningiz emas, o'sha ideal kuningizda misol yashab o'tishingiz mumkin. Mana uxlashdan oldin. Uxlashingizdan oldin. Hozir boraman. Misol uxlashdan oldin. Borasan. Misol uxlayotganingda bugungi qilgan ishlaring aylanadi-ku. Buni emasda, bu nimasida o'zgartirasan tasavvuring. Orzuyingga. Orzuyingdagi ideal kuning. Va o'sha kunni yakuniga. O'sha kunda yashaysan. Shu bugun qanaqa turding? Xuddi haqiqiydek. Chunki mana boshida keltirib olasan, bu narsa miya uchun farqi yo'q, bu haqiqiy emas. Cho'qsan aslida. Bo'lsa. Mana borasan, yotasanmi? Tasavvur qilish boshlaysan. Misol uchun bugun mana qanaqa karavotda yotsan, mo'lov turmushi, yoningda kim yotibdi? nimalar 3 metrga qarab yotaman. Qanaqa turganingni, nimaga ichganingni, oshxonaga borasan, nima qilasan? Pulli. Misol, keyin uydan nechida soat ishga borishing bordi, sani nechta do'koning bordi. Ko'rasan, do'konlaringni anglayotganingni ko'rasan, tekshirayotganingni ko'rasan. Keyin chiqib shartga borarsan balki. Tushunasizmi? Manda misol bor, aniq qanaqa ko'rishim bor kelajak bo'lsa. Men bu narsani yozganman. Bu narsani yozganman va men kuzatmayman hozir. Mana sizlarga aytgan o'shani yaqinlashuvini kuzatib olsam,
mana tasavvur, ideal tasavvur bor menda. Bor, va bu narsa bilan shug'ullanaman. Va men hozir kuzatyapman, qanaqa bu puzzle bilan yig'layotganligini. Tushunasan? Qanaqa yig'layotganligini. Hozir xayolimga yopiq ketdi. Aniq bilaman. Nima qilib xohlasam, men aniq bilaman bu narsa borligini. Chunki menda mana absolyut точка jihat nazar, absolyut точка o'sha. Ular absolyut jihatdan bu narsa bor. Chunki hech qanday farq yo'q. Aslida baribir o'sha narsa kelishgandan keyin baribir qanaqadir qilmaydi. Qanaqadir gapiradi, qanaqadir ko'radi, qanaqadir eshitadi. Qanaqadir fikrlari. Hech narsa o'zgarmaydi aslida. Menda hech qanaqa farq mavjud emas, katta kichik yoki bor yo'q, haqiqat, tush, real emas, real. Tushunasanmi? Bu narsa yo'q. Mana aytolman, bu narsani tushungandan keyin kvantli o'zgarib ketishyapti. Sen bilmagan joydan kelding. Bilmaydi. Eng yuqori cho'qqaga bu hech narsani bilmaslik. Eng Danışmasını çok sevdim. Suhbatı yani. Hadi gel. Ödül hakkım gel. İşte ödül hakkı böyle yukarı çok. Kutuyu kapatmayın. 99 sonra. Çünkü ular mashinada yozilgan bilaman bo'yicha. Qanaqa mashinani? Misol 20 yoshdasan, 20 yoshdaman, 20 yillik, 30 yillik, 40 yillik, 50 yillik, 60 yillik, 70 yillik, 80, 90, 100 yillik tajriba bilan, bilim bilan cheksizlikni anglab yetish mumkin. Qanaqa? Sen bu bilim bilan cheksizlikni anglab yeta olmaysan. Bu to'g'ri yo'q. Trillion yaqin kitob o'qimaysanmi? Bu bilim bilan sen cheksizlikni anglab yeta olmaysan. Dunyoga haqqimiz yo'q endi. Agar imkoni bo'lganda haqqimiz bo'lardi. Haqqimiz bo'lganda yo'q, aql uchun bu narsani imkoni yo'q. Tushunish kerak bo'lgan narsa. Bu yoqda yozilgan bilim uchun imkoni yo'q. Cheksizlikni anglab yetish. Misol, hozir kimdir o'ldirdi. Insonlar aqli bu yomon ish qiladi. Bu %100 yomon ish qiladi. Boshqa insonni bo'lib o'ldirdi. Lekin mana aksariyat nuqtai nazaridan mana u odam misol vaqt o'tib 5-6 yil o'tib millionlarga odamlarni o'ldirib yuborishi mumkin edi. O'shani hozir to'xtatib qo'yildi. Qanaqadir bo'lib shunaqa bo'ldi. Tushunasan? Mana aql bu narsani ko'rmaydi, tushunasan? O'shaning uchun qanaqadir ko'rinadi unga. Har xil ko'rinadi. Mashqqa yozilgan bilimlar bilan. Yaxshi yoki yomon, savob yoki gunoh, har xil ko'rinadi. Lekin mana bo'layotgan hodisalar bu narsadan ozod, bu so'zlardan. Mana shu tuzda yakunlab qolamiz. Mana savollar cheksiz, unga javoblar ham cheksiz. Maqsadlar cheksiz. Unga erishish ham cheksiz. Istalgan vaqt mana hozir ko'pchilik inson o'zi ozoqlikka qarab yashayapti-da. 5-10 yil oldin ozoqlikka yashashga ozoqlikka qarab yashayapti ko'pchilik. erishganlarmi yoki xayolida yashayapti? Yo'q. Mana 5-10 yil oldin nimada orzu qilgansan, shu narsa bo'lishi, bu narsa bo'lishi, bu narsa bo'lishi. Hozir narsalar bor katta ehtimol bilan 90%. Mandami? 80-90%. Balki Misol ko'p insonda bor-da, tushunasanmi? Oldin 10 yil oldin tasavvur qilgan narsalar hozir bor. Mana aql to'xtamaydi. Nafs bu narsa to'xtamaydi. U yana ko'proq xohlaydi. Va bunga erishasiz, u ozgina xotirjam bo'ladi, yana ko'proq xohlaydi. Yana va o'limgacha. Payg'ambarimiz gaplari bor. Bir tog' oltin bersa inson nafsini yana xohlab qoladi, ikkinchisini. Bu narsa cheksiz. Savollar bor, javoblar cheksiz. Tushunasanmi? Bu narsadan, bu protsesdan chiqishingiz kerak. O'shani haqiqatni ko'rasiz. Bu protsesga yopish olish mumkin nima? Sichqon aylantiradi kolleksionni. Cheksiz aylantirishga o'xshaydi. Ozod bo'lish yagona bo'ldi kuzatish. Sham ozod bo'ladi. Hayotingizda nima bo'lmasa, uni kuzating. Va o'sha narsa uzoqqa cho'zilmaydi. Agar sizlar просто kuzatib olsangiz, любой narsa. U og'riq bo'ladimi? U stress bo'ladimi? Va hokazo nima deb nomlasak ham, nima bo'lishi haqida uni kuzatsangiz uzoqqa cho'zilmaydi. Ko'pga boradi. Shunday.
Anladım. Canım sağ olsun. O'sha javob bilan tugallanmay qolgan fikrlaringiz iqtisodiymi? Mana javohga mashhur isbotlashga emasmi? O'shani ko'pchilik tushunmaydi. Bu narsa kerak emas. Shunaqa bo'libdi demak. Bu narsa kerak emas. Bo'lsa, u vaqt keladi. Yosh hayotida yoki hayotida bir narsani o'ylaydi. Sana ko'chibda o'ylamoqda, ko'tarib qolsa. Tak. Xayrlashibsiz. Video qanchacha ko'rdinglar, qanaqa bilimlar oldinglar, bu bola to'g'risida fikringlar qanaqa? O'zingizga tatbiq e'tiboringiz ham aytgan gaplarini kommentda yozinglar. Va mana qara, hozir bizani har xil aqlga ega bo'lgan insonlar kuzatyapti. 20 yillik, 30 yillik, agar boshqa o'tib ketganda ular agar aqllarini asman chetroqga surib, ular oyoq kiyimni yechgandek bo'lmasa, aqllarini chetga surib kuzatishmagan bo'lsa, ular shu aql bilan tushunishadi. Tushunasizmi? Ular mani gapirim emas, o'zlarini bilimlarini eshitishadi. Agar men sizni yechib qo'ysa, men yoki yechmasam, mana u mana aytganim deb o'tirasan, aqlimiz bilan olib qo'ydik bir chetga va ular o'zini yasab bor diqqati bilan, mana bor diqqati bilan kuzatib eshitmasa, o'zlarini aqlidagi bilimlarini biladi. Chunki mana hozir 20 yillik, 30 yillik, 40 yillik bizlarni aqlga kuzatyapti. Aytayapman, boshida aytdim, o'rtada aytdim. Aqlinglarni mazmun chetga surib turinglar, keyin bemalol olasizlar uni. Va mana orada ko'pchilik aql xalal bergan bo'lishi mumkin. Men aytdim. Qanaqadir fikrlarimni riskli aqlli javoblar kelishi mumkin. Qo'y yolg'on aytyapman. Qattiq gaplarni kuzatish kerak. Aql qarshi chiqadi. Qarshi chiqadi. Va viruslar ham u qarshi chiqadi chunki unda bilimlar yozilgan, haqida. Tushundingmi? Haqida bilimlar yozilgan. Shu yolg'on, haqiqat mana. U yolg'on gapiryapti. Bu uni gaplari shaytondan. Bu yolg'on gapiryapti. U deyimizni gapi yo'q. Haq aql kuzatyapti seni. Haq bilim yozgan aql kuzatishi mumkin. Bo'lsam, u haqni qabul qiladi. Shuning uchun ham sanoqli uyg'ongan insonlar. Sanoqli. Chunki bu aqlli o'lim. Ko'pchilik sababi bitta misol. O'sha uyg'ongan insonlar baxtlimi yoki uyg'onmagan insonlar baxtlimi hozir hayotda amalda real voqelikda. Aytosam, uyg'ongan insonlar sanoqli bo'lsa, ular hayotini ko'rib olsam, ular atrofida ham misol o'zingdan keltiraylik, san baxtli bo'lsan. Ha, mana bundan boshqa narsa qolmaydi, mana sevgidan boshqa hech narsa qolmaydi. Muhabbatdan boshqa. Mana Alloh sevgisini ko'rsa, nimaga qaraymiz? Nimaga ko'rmasak? Bu qanaqa qilmashmi? Yoki atrof muhitga kimga qanaqa gapirishmi? Sen istalgan narsada Alloh sevgisini ko'rasan, boshqa narsa uchun. Faqat Alloh sevgisi bor. Istalgan narsa. Shu narsa seni baxtli qiladi. Shu his qara boshqa narsa qolmaydi deb oladi. Faqat shu vaqt o'zi yaratmoqchimisan? Faqat xuddi ana kino ko'rsatasan. Chin ko'rsataman. Xuddi shuni kuzatish kerak. To'g'rimi? Yo'q, ana holat ko'rsatasan. Kinoni xotirjam, xotirjam. hech narsaga berilib ketmas. Hech narsa berilib ketmaydi. Nima bo'lsa ham manganda. To'g'ri. Chunki u kino bu. Chunki u kino deydi. Aslida man bu tanazlanmasam deydi. Shunaqa. Bu tana, bu aql bilan identifikatsiya bor hozir. Mana shu narsadan barcha og'riqlar chiqadi. Mana bu aytmoqman, sen aytayotgan narsa ham xuddi so'z ishlardan aylanadi. Bunaqa so'z mavjud emas. Qachon bu masalada ozod bo'lganini ko'rasan. Mana yagona qilishim bo'lgan narsa kuzatish faqat. Nima bo'lmasin. Shunda hech narsa uzoqqa cho'zilmaydi. Nechun o'zi keladimi?
kelgan. Qancha vaqt atrofda, har bir vaqt atrofda yuribman. Mana qara, sani tajribangda vaqt bor, işte ozgina sani kutubing bor, qanaqa akademik kutubi bor. İşte ozgina kechiksa, уже bunga o'xshamayapti, boshlaydi. Shunaqa. Kechikib to'g'ri aslida bu narsa boshqa narsaga bo'ylab ketishi mumkin. Shu hodisani sabab bo'lgan boshqa joydan boshqa ishga o'tib, yana bo'lib ketishi mumkin. Bir bo'lmaydi vaqtiga. O'shaning uchun to'g'ri diqqat bilan ushlamaydi. Nima ish bo'lmasin. Kuzatinglar. Nima bo'lmasin. Nima bo'lmasin. Uni sizlar bo'lmasa bir bo'lishini qilasiz. Xayrlashsam. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hoziringlarni yo'qotmanglar. Canınız sağ olsun. Sizlarga ancha narsa tushundim, xudoga shukr. Ne bileyim.